IELTS speaking part 2 da 2 minut gapira olmayapman. Zo'rg'a 1 minutga arang yetyapti. Shunda ham to'xtab gapiryapman. Sizda ham mana shu muammo bormi? Videoni oxirigacha ko'ring. Bugun IELTS 9 challenge-ning 46-kuni. Men har kuni 8 soat o'qib, IELTS 8lik balimni necha kunda 9 ga oshirishim mumkin. Mana shu eksperimentni ko'rish uchun hozirroq follow bosing. Juda ko'pchilikda IELTS speaking part 2 qismida yetkiza olmaydi. Juda ko'pchilik o'quvchilarimda ham bu narsani guvohi bo'lganman. 1 minut gapiradi, tugab qoladi, itiga kelmaydi deydi. Nimaga? Chunki ular faqatgina o'sha berilgan bullet point, ya'ni nima haqida gapirishingiz haqida berilib qo'yiladi-ku, misol uchun qachon bo'lgan o'sha voqea, kim bilan degan. Mana shu narsadan salgina chetga chiqish kerak. Ya'ni mana shu narsa siz uchun majburiyat emas, requirement emas, gapirishingiz kerak bo'lgan. Faqat maslahat beryapti, you should say deb, to'g'rimi? Siz gapirishingiz kerak. Maslahat ma'nosida. Undan tashqari gapirsangiz ham bo'ladi. Misol uchun aytaylik, men bolalikdagi do'stim haqida gapiryapman. Bolalikda nima qilganlarimiz haqida, qanaqadir funny story bo'lgan bo'lsa, o'sha haqida, uning personalitesi haqida, uning hozirgi holati, kelajakdagi nima maqsadlar haqida ham gapirishim mumkin bo'ladi. Muhimi mana shu topikdan chiqib ketmasdan mavzuga oid bo'lgan ma'lumotlarni gapirishimiz kerak. Shu bilan bu kunimiz yakunlandi. Meni kuzatishni davom eting.